Salom do'stlar, qo'limda ikkita telefon, bittasi Samsung S26 Ultra, bittasi bo'lsa iPhone 17 Pro. Hozir bularda chotki test qilib ko'ramiz. Boshladik do'stlar. Qani ko'ramiz sizlar bilan hozir birinchi buni yoqib, ya'ni telefonning yonishini ko'ramiz. 1 2 3 bosdim. Ikkalasi yondi, ko'ramiz. Qaysi biri birinchi yonadi bularda hozir? Samsung yoki iPhone 17 Pro. Tomosha qilamiz ham do'stlar, bu haqiqatda hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri. Samsung birinchi yonib bo'ldi. Shu joyga bitta like bosib bo'lmaysiz do'stlar. Yordi! Yordi do'stlar. iPhone ikkinchi bo'lib yondi. Endi buni hozir eng qizig'i bo'lgan narsasi buning ishlash tizimi. Ya'ni hozirgi kunda kirib chiqishlar bor. Mana qaranglar. Kirib chiqishlar. Samsung даже birinchi kiryapti. Boshqatdan ko'ramizmi? Nima deysiz? Qarang. 1 2 3. Sezyapsizlarmi Samsung birinchi kerakligini? Qaranglar, yana boshqatdan kirib ko'ramiz. 1 2 3. Sen birinchi bosyapsan ishlar mumkin. Boshqatdan qaranglar. Yaxshilab qaranglar. Ko'zinglar bilan yaxshilab ko'zinglar ochinglar. 1 mana 1 2 3. Samsung birinchi kerak. Endi sun'iy intellektini ko'ramiz do'stlar, qaranglar. Ikkalasida ham bir xil surat olingan, ya'ni yuzda shakl berish, yuzda o'ziga shakl berish. Qaranglar, qo'lni olib tashlaymiz. Udalet qiladi qo'lni. Ko'ramiz, qo'lni belgiladi, qo'lni o'chirmoqda. Endi asosan qo'lni yo'q qilishga emas, mana bu yuzni to'ldirishga ahamiyat beramiz biz. Birinchi bo'lib, yuzni qanaqa holatda to'ldiradi shaklda. 1 2 hozir oladi, qo'lni olib tashlayapti. Yuzni qo'shimcha qilib o'zi yarata oladimi sun'iy intellekt? Ya'ni o'zimni qiyofamni chiqara oladimi? Ko'ramiz. Malades. Mana bu mukammallik. Endi navbat iPhone'ga. Bunda ham xuddi shu ko'rinishda chizamiz. Qo'lni belgiladi, bu ham yo'q qildi. Basharami? Misli sharshara qilib qo'ydi do'stlar. Nima bu endi? Lekin mukammallik qaysinda do'stlar? Bitta like podpiska sizdan, xizmat qilish bizdan bosdik.